Hurmatli Prezidentimizning sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirish bo'yicha maxsus farmoni qabul qilingan edi. Farmonga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan sun'iy intellekt infratuzilmasini yaratish loyihalari bo'yicha investorlarga taqdim etiladigan imtiyoz va preferensiyalar maxsus paketi tasdiqlandi. Maxsus paket doirasida soliq kodeksiga asos quyidagilar soliq solishdan ozod etiladi. Telekommunikatsiya tarmoqlarida operativ qidiruv tadbirlari tizimining texnik vositalari, shuningdek, mazkur vositalardan foydalanishga hamda ularga xizmat ko'rsatishga doir xizmatlar bo'yicha. O'xshashi O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan, tasdiqlangan ro'yxat bo'yicha mamlakatimizga olib kiriladigan texnologik asbob-uskunalarni O'zbekistonga olib kirishga. O'zbekiston Respublikasining norezidentlari bo'lgan yuridik shaxslar eksport xizmatlari hajmi kalendar yil davomida 10 million AQSh dollaridan oshgan dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari parki rezidentlariga IT sohasidagi xizmatlarni ko'rsatishdan olgan daromadlari qismida foyda solig'i to'lashdan 2025-yil 1-fevraldan 2030-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda ozod qilinadi. Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari parki rezidentlari barcha turdagi soliqni to'lashdan 2028-yil 1-yanvardan 2040-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda ozod qilinadi.